Bugun zamonaviy rahbar bugungi davr qiyofasi bilan hamohang bo'lish kerak avvalo. Rahbar bu ilhomlantiruvchi, rahbar bu strategik, rahbar bu motivator, rahbar bu strategik qarorlarni qabul qiladigan, o'zgarishlarga moslashuvchan va o'zgarishlarni boshqaradigan, tanqidlarni qabul qiladigan bo'lish kerak. Rahbar jamoani birda yetaklash kerak. Yusuf Hojibning Qutadubalik asarida aytilishicha, rahbar bu quyosh deydi. Quyoshga mengzashadi. Ya'ni rahbar birdek jamoasiga nur sochish kerak. Adolat bilan, aql bilan ish yuritish kerak. Ya'ni aqlga tayangan adolat bu yaxshi qaror bo'ladi va uning samarasi, natijasi yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun buyuk sarkarda Amir Temur davlatida ham adolat bosh ustuvor vazifa bo'lgan. U adolatni o'rnatishda mashvarat bilan, kengash bilan tuzgan. Ya'ni ko'proq nasihat, ko'proq misollar, ko'proq maslahatlar orqali g'oyalarni yuksaltirgan va keyin adolatli qaror chiqargan. Rahbarda adolat bosh ustuvor vazifa bo'lishi kerak. Ya'ni adolatni u doim o'zida, qalbida jo qilish kerak. Chunki rahbar adolatli qaror chiqarsa, jamoa zulm topmaydi. Xalq o'sha joyda baxtli yashaydi va xalqni qalbiga kirib bora oladi. Agar rahbar adolatga yondashmasa, u o'sha joyda inqiroz yuzaga kela boshlaydi. O'sha uchun biz doimo rahbarni qalbi bilan, rahbarni tafakkuri bilan, rahbarni kerak bo'lsa bilimini natijaga yo'naltiradigan kuch bu uning harakatida deymiz. Ya'ni rahbar bu ibrat namunasini o'tash kerak. Birinchi o'rinda o'zi ibrat bo'lish kerak. Rahbar doim qadriyatlarni tashuvchi bo'lish kerak. Tashkilotida ma'naviy muhitni barkamolligini ta'minlash kerak. Tashkilotda qachonki barkamollik bo'ladi, bu ma'naviy muhit bo'lsa, o'sha joyda o'zboshimchalik bo'lmaydi. O'sha tashkilotda guruhbozlik bo'lmaydi. O'sha tashkilotda adolat bosh, yo'lboshchi bo'layotgan bo'lsa, baraka bo'ladi, fayz bo'ladi. Bu rahbarning eng katta harakati bo'ladi. Rahbar qachon ishontira oladi, qachon ergashtira oladi? Uning so'ziga o'zi amal qilishida. Chunki va'da berdimi, bajarish kerak. Vakolati doirasida gapirish kerak. Agar vakolatdan chiqib ketdimi, bu yolg'onlarga, har xil o'sha qo'shishlarga, bo'rttirmalarga sababchi bo'ladi. Bu esa o'ziga savollar, so'roqlarni olib keladi. Bu o'ziga salbiy baholarni ham olib kelishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz doim aytamiz, zamonaviy rahbar, bugungi davrni boshqaradigan va bugungi davr stereotiplariga bardosh beradigan rahbar, xalq bilan hamohang ishlaydigan, xalqni qalbiga kirib oladigan rahbar so'zini avvalo o'zi isloh qilish kerak. O'zini ilmini o'zi avvalo tafakkur qilib ko'rish kerak. Bu so'zim odamlarga keraklimi? Bu adolatim odamlarga yoqadimi? To'g'rimi? Va meni harakatim, meni o'sha ish boshqarishim va meni tafakkurim, meni g'oyalarim odamlar uchun manfaatlimi degan savollar markaz nuqtasida turishi kerak. O'sha uchun boshqaruvda biz rahbarni imijini yaratayotganda biz uning o'sha bilimini, uning to'plagan har xil tajribalarini, bularni hammasini uyg'unlashtirgan holda o'zi ibrat namunasi bo'lsagina tashkilotida u ta'sir bo'ladi, natija bo'ladi, samara bo'ladi.